Qilib bu inisini yeniga berib olibdi. Mushu xabarni bergandan keyin men iningizni yana opirayam dedim. Desam bo'ldi deb inisiga telefon qildi. Sen qayerda hozir? Mushta ketdik desa. Voy aka bu sen men klub ishlayman deb. Demisimi u inisi 4 klub ishlatgan, almashib turib ishlatgan. Ananda degandek. Buni ashta qizlarni bizga xaridor tanishtirgan deydi-ki. Bu ishqil barxalar yozdi shu yo'llarda bor ekan. Uning turqini ko'rdim, inisining turqini ondan o'ta. Bir yerdan chiqqandek turdi ekan, turqini qo'qinishli. O'zi xil qamlashgan narsaga o'zini o'zi ashta qilgan narsaga bu. Zamonga moslashgan ilg'or ideyasi uchuq yoshlardan kelmish amli deb berishchi. Shunda qilib men u ochishni qizim deb bersam, menga undaq qildi, qech ketib falan ziyoni salsa men qanday qilma degandek bir qator gaplarni qilib bu qizim ishkirga tushib ketami. Texmi yama yo'lga kirib ketami. Bundan ortiq qanday yama yo'l olmoqchi deyman. Turib, "Ani men chekib tatilib kesal topammi?" deganlar butun narsani o'ylab bilgandim. Yig'ladim rost. Bol baxmaq oson emas, qiz baxmaq texmi oson emasga. Bu qizimning meni shunday aldab uya bir qonqib yurgani shunchalik og'ir keldi. Bu o'zimdan dodlikka. Yana kelib qizim bo'pla o'qishni xohlamadi. Bo'ptila qizimni ro'yoga qo'y. Qizim mening bolam bu dadasining balasiga haq qilgani qamaydi deb ishinib shu satrashqonga o'z qo'lim bilan akirib turib, qizimning yo'ldan chiqishiga men sababchi bo'lgandek, shu xuddi men shu yo'lni ichib bergandek ajoyib pushmon qildim. Shunga ustisi bo'ldi inimi demay, men har bir klubga sizni opray, menda holatda opray deb meni keyin kechikimni o'zgartib ustisi endi men xato qildim, lekin men qizingizni tip akaparman, undan keyin izlamaysiz deb shu klublarga akirmoqchi bo'ldi. Bo'ldi, ma'qul dedim. Yağan çeşitten birini keygizdi, mening çeşitlerim şalan uncha chiqma emas. Kechemiş ko'zimni yepib turdi, qor kunaydan birini taqog'izdi. Qor ashtaq yoshlarning ko'nik, tar ko'nikidan ama uzun o'g'inek, ashtaq kishidan moda qizladik. Shundan shu yerga ustisi akirgan bo'ldi. Birinchi klubni topamidik. İkinci klubga kirdik, onu da topamadik. Üçüncü klubga kirdik, mishadni tepasam bo'ladi. Topsam qandaymi qilaman? Qandaymi qila olaman bu qizni? Oldin qaytdim, apada manda qildi deb shu xiyollarga kirdim. İşten kirganki yer ostiga tushganmiz, yer ostidan to'pisi chiqadi ekanmiz. Ajoyib g'ayriy bo'lganda yana. Butun ya puldir chiroq, aroq sharobning puruqi, tamakining puruqi. Har uyadagi uyanchi her yalang'och qizlar, her chekma qizlar, her rengarang kindik uchuq tasqabdi qalchitanim selib bemalol yurdi. Shu darajadagi qizlar bu qanday klub desam men kalamda bu holatda deb o'ylamabdi ekanman. Ajoyib bir ekan. Balkim har yangi bo'lganda bu lekin ajoyib ichib o'tilgan bir klubga desam bo'ldi. Shunday qilib faqat bunday klublarni men kalam ishqirlardi deb o'ylaydim. Amaliyotda bizning yurtimiz mushu yaxlarimi, mushundaq yalanan balqaga men zodi ishinamadim. O'ylab baxmabdi ekanman. Bu yer ostidan chiqib tepsiga chiqdik birinchi qavatga. Chiqqandan keyin bu yerda o'zimizdan bo'lgan qizlarimizniki har lo'ballarning quchoqlarida o'tirib tons o'ynab yo so'qishtirib qildirlab kelib shu boshqa bir tillarda paranglashib oshda o'ynayotganlarni men ko'rdim. Bu qandaqdir setilgan qizlar emas, o'zi xolis xizmat qilib pul topamiz deb xizmat o'rin qilib olgan, bu chiqish yo'li qilib tanlab olgan qizlar ekan. Bular qizlarning qatoridan mening qizim bor ekan. Endi u 7 yoshga kirgan bu qizimni bu yerda nima ish yotadi. Eng avval qizimni berib choshkila tutdim. Balkim yana tarbiya qilsamda nimishga urg'anda deyishingiz mumkin. Va yoki men bo'lsam uratdim, to'g'ri urg'ani deyishingiz mumkin. Bag'am bitib choshtilda tutib choshtilda surdim. Angacha biyaniki qo'g'dog'uvchilar kirgan bo'ldi. Sen kimni nimish uchun yo'lsa deb qaraqla oni ishkanligini, mening ishkanligimni ko'rgandan keyin shappada bo'ldi. Angacha biyaniki boshqaruvchisi buni nimasi uqmayman. U keldi, tarjimon qizdan birini boshlab keldi. Shunga nima deysa, sen nimasi? Sen beri qo'ymagancha qilsang biz seni anaqa qilamiz, bunday qilamiz. Shu zamonda o mening qizim deb bunga sen nima uchun bunday kichik qizlarni ishlatsan, men seni qo'ypam arz qilma, hozirla telefon qilma desam, qizimni ipga dedi. Angaç qizim qaldirlab bir nima deyishga boshladi. U yerda u boshqaruvchisining nimasiga shu yerdan chiqiriblar. Angaç qizimning ustisini bu yerga ovoz qo'shgan bo'ldi. Uni buni dedi. Yo'q, enisi yo'q-ku ustisiniki. U bu yerga tunishtirib qo'yibdi, choy pul olib ketibdi. Mana ish o'rinini ta'minlab beribdi. Albatta bu qizlarga ayrim mana pul va lobalarni tunishtirib qo'ydim, ya'ni choy pul berar ekan. Faqat qizimga bu yerga ish o'rnidan tunishtirib qo'yibdi u. Shuna qilib angaç yeniden chiqirib pullarni bergan bo'ldi. Bu necha pulkin tangashda 100 so'm pulni bu pulni elib qo'yib itratdim. Endi o'sha qo'lig'imiz saqayson, ma opsi, ma qizni ipkas, demak qizini ipkason 18 yoshda shumanki biz bu yerda ishlasak, biz bu yerda yotoq ta'minlab xizmat berganimizni bilsa bizga kelib qoldi, biz tekshirish uchun qolmaydi deb bular 18 dan to'vallaniki ishlarning mushtariq bir taraf qilgan o'xshaydi deb o'yladim. Pul bilan o'sha pul versak bu qizimiz deb kelmaydi, onasimiz deb kelmaydi demakchi o'xshaydi. Pulni oldimni qizimning qo'lidan chichivatdim. Ammaysa bundan maynat bo'ldi. Men manch kun ishlagan, manch kunlik haqqimni olmaysa deb qizimni so'rayap chiqdim. Ustisini mashinasiga chiqdi, ustisi bilan qurib tarbiya qilgan bo'lsa, siz og'zingizni yuming. Sizning tarbiya qilgan yo'lingiz yo'q. Rahmat mishay akab qo'yganingizga, qizim tepagingizga. Ammo siz
dastlab nima deyishingiz kerak. Sizmi xatolik o'tkazguvchi. Buni bu yerda yaxshi qiyofat kirib olmang desam bo'ldi, ajab bo'ldi, ortiq gapirmay bo'ldi dedi. Chunki men bu qizimni ustisi bilan bu g'ashlarni keyin depirman. Shunda qilib bu qizimni uyga udil yondirib kelgan bo'ldi. Yondirib kelib o'zimniki bir inisi bo'lgan shu inimni chaqirdim. Mushtamishda ishlar qildi degandan keyin balkim bola boshqarish xato deyishingiz mumkin. Inim bu yerda xil qattiq tarbiya qildi. Inim odatda bizga ega bo'lib ketmaydi. Ega bo'lib ketmaydi. Lekin qanday bo'lsa, u degan bir erkishi. Sen nima ishga mushta qilsan? Mening oilam bor, men bola boqaman. Men ojamoa sana unda qizlar unda qarab olamadim, to'g'ri. Hammadan turmush til qiyinchilik bo'ladi. Lekin men dadamning o'rnisini boshqara olmayman. Sen bizning do'konga berib ishla. dedi. Inim mashqliq chiqargan shu tamoq chiqardi. Ashtaq bir oshxona ochdi. Sen bizni meni ko'z oldimda turib shu yerda ishlayman, sen ega bo'la olayman. Men maqatim chiroyli gap qildim. Bu da bir qatim chiroyli gap qilmayman, balki qo'lim tegib ketishi mumkin deb uyda inim baqirib chaqirib, ancha uni chashdan tutib, hayva qilib surni chiqargan bo'ldi. Qanday bo'lsa degan bir kishi shundan qizim bir dada aka ko'rib cho'ngilmagan. Men qizimni boshqara olmaydiganligim ko'zimga yetganlik uchun men inimni tutib beray degan o'yladim. Qizim texnik betar yomon yo'lga kirib ketmasin dedim. Öyle 2 gün kızıma göz kulak oldum. Ondan kızlarımla bütün hemenesini telefonlarında tutup elimden aşkansı tutup verdim. Elim öz apırdı, ekildi bütün işleri silip turmuş nime, capa, muşakat nime, pul tapmakla hakiki teslikini, capa tatıp tapkan pulun halavı da nime bilsin demekçi. Kızım iş hakkını itip verdi, iş hakkını itip verip bir 10 günde bir hesap oğupla. Ondan da itip verip bana at kızdı. Demek nime oldu sana tapkan pulun anası gavaz kanda buldu. Bunda eğer yenik iş kılıp tapsa pulun cabası yeniki nime bu jarayanda kızım kömegen gördü. Hem kallarını anlaştırıp, yeni telefonlarını anlaştırıp inim deyip verdi. Ben telefonunu da tekşüreyim. Kızım aşağıda işlerini yap, bir ay boyunca da öyge geldi. Bu bir ay jarayanda şunçilik eden buldu, şunçilik özgürüptü. Çünkü sade kopsa, ay çüşük içi bir kavalan ve palaşıyla gep, çüşük fazadaydan gep, keşik fazadaydan gep, aşında bir ciddiçilik bisimde hiç kandak bir nesne oyladık, uya bu yağı da sigidek bir nesne koşup karanlaşılık imkaniyetimi koymadı inim. Lekin şu vaktimi aylık 10 günü bir hesabına işte 40 pul diye vaktım. Lekin bu puldan izcil bana atkızdı. Öyle ki bu kızım resmi adam baktı. Aba ben aşkını işlevemey, özaldım başka kısam deyme diyenikin yeni işlem az bula. Ya özaldığınız müşterak iş kılarsınız sen aşkını açmayma öne dedi. Şuna kıpşır kızım piyade bir yıl yığın işledi. Bir yıl yığın işleyen ki İnim eğiz içip kaldı. Ancak kızımız işleversen mi ve ya ki bir evine tutturamsız, bir yerde siz hiç kana kelge sunmaydı. Siz hem çoğun olarak ayarlarını işlediniz, hem de kızınız küçük olan ki neyim ögen tutulduğu vakti, bir jılımı kızınızın özgürşünü pozisiyersin köydünüz. Şu an işleversen deseniz yeni meyli, kızımdan gülde geçirmiş edip kız etmeyi bir evine tutturay, başka çarek bir iş deseniz yeni meyli men dep koyay diyen diyken diyene doğru kızımdan gülde geçirden ve aşkınmıştırıp vermek edemem. Özgürlük kaldığı da bir yılda onun aldığı kaldırıp bırakır esimde kötürülüp kızımdan ki mangan bunu gözüm köygen ki özgürüşünü köygen ki kızım da şuna paranışıp bir kızı içip kaldım var mı kızımla ki kızım neymiş kızınız var kızımla müştevrak paranışıp kaldım paranışıp kalgan iken şuna kızım kopup sayponluk onda övüne öceyrem yok ki o satrançlıkla sızma desem ügetmeysiz ben pişirişini övüne apa hazır ilk kavatkanı şu ki dedi kızım şuna bulduğum makul dedim şu bayam gepen kıpayın aşağı harcıdan inimle ki ayalman sansı yani inimle ki kıyını sansını ki dükkanı demek kudulanın ki şu bir kızını ki pişirixanasına ekirpedik hem bu kızcaklı ben koşu verip hatta ki bu pişirixanın ki övülüş hakkını bayam inim töylep verdi desem mi buldu şu inim töylep verdi şuna olan bu kızın şu yönelik ekirpedik yitip kopadagan buldu şu ustasını öyle yitip kopadagan buldu başka ya yatak o buldu sen uğurlaştırmayın afgan yani burun kuşlar ne demedin lekin kızım uçup olayını bilmeydiğin yaş sel hem de hayacanlıp kalsa bu yaşlı kaza yama yolu kırık etken korkum afgan mandak iş de burun kuşlar ne demedim yok ama kızım ensireydi kalıqımını dep durup kızımını bu yönelik ekirip tutmayan buldum kızım bir ay yaxşı öyendi 2 ay yaxşı dedi 3-cü idində də kızım anca muncha o yoq bu yoqqa жүгірейdigan degandek bo'lib qoldi. Albatta bu gapni kimdan anglayman shu qizimning ustisi bilan. Hargiz qizimning ahvolini yetkazganingizni qizim bu degan bo'lsangiz, men qizimning ahvollarini deb bo'lsangiz xabar deb bo'lsam deganligim uchun qizimniki shu ahvollarini topib menga debdi deb qiz o'tirib qolib qayerda mushtamishda bo'ladi qizingiz bir chiqib ketmanda qoladi girimni qiynab qiladi hatta osmay kiyib mushtamishda ishlab o'tgan to'xtabdi deb qizimni uyga kelib gapim bor edi. Uyga kelgandan keyin o'ynani chiroyli o'ynamsiz yoki o'rganmayli qo'yamsiz bola uyga bir elchilar kirib so'raldi to'y qilamsiz dedim desem shuni olib hozir shu to'y qilgim yo'q o'ynani oxirini o'rganib produktlarni ichib pul topsam nima bo'ldi men 18 ni oshqon tutsam degan gapni qildi qilgandan keyin ko'nglim to'yotadi tushlarim buzilyotadi desam ajab sizning bir tushlaringiz buziladi ekan dedi ustingiz mana deydi desam bo'lmaydi degan suvoqchilik chiqib qoldi shuni olib angacha bu ustasi shu
немлерге ilan çaplap qo'yapti. Mishda qach yuydigan, shu ish pishirgan, ishlaydigan qizlarga tamoq yeyib beradigan bir ochash olamiz, bir ayol olamiz yeyishmaydi, niye aytadi. Men intayin bek mas kelganman. Men ishlay desam, hech qizim maktabga berib keldi. Bu sharoitni ko'z tutmasam texi, bo'lmasam naqliman tushganmasam qizimga ko'z quloq bo'libdimki, qiz boqmoq nima degan tez, nima degan tez. Men qizimni deb shu yerga boraysam, hech qizim shunda qilib bu amni yaxshi bir bu yaxshi bir ishlash qizim qarash fursatini qo'ldan berib qo'ydim hech qizimni deb amal yo'q. Lekin qizim bir kun tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Biz taraf-tarafdan izladik. Hattoki shu vaqtda yuzimni bir yoqqa qarab qo'yib turib, qizimni izlaydigan e'lonmi chiqargan bo'ldim. Do'st dushmanlarning oldida kulkiga qolganmi bo'ldim. Mayli qizimni tepib olay deb. Shu pishiriqni bir material saq avas shu yo'qolgan peki yo'qolib ketgan gap.